Bu Yevropa davlatiga bir marta bo'lsa ham kelishingiz kerak. Bu yerdagi arxitektura, kanalning ustidagi ko'priklar va hattoki Amerikaning kinolariday uzun binolar odamni lol qoldiradi. Videoni oxirigacha ko'ring, bu yerga qanday qilib kelish mumkinligini ko'rsataman. Bu davlat dengizning ustida qurilganligi uchun 20% hududi suvdan iborat. Bu yerdagi kanallar hattoki Venetsiya kanallaridan ham uzunroq bo'lib 100 kilometrni tashkil qiladi. Shunga yarasha 1,5 mingtadan ortiq ko'priklar qurib qo'yishgan va u yerdan ochiladigan vid juda ham chiroyli bo'lar ekan. Ko'chalarda yurganingizda ehtiyot bo'lib yurishingiz kerak, chunki hamma joyni veliklar bosib ketgan. Arxitekturaga keladigan bo'lsak, bu yerdagi binolar qurish stili juda o'zgacha. Soliqdan qochish uchun uylarni juda tor va uzun qurishar ekan. Qancha keng qurilsa, shuncha ko'proq soliq to'lash kerak, lekin ko'rinishga gap yo'q. Turistlar juda ko'p bo'lganligi uchun 1 soatlik yo'lda joylashgan shaharga ham bordim. Bu yerni 2-jahon urushida juda qattiq bombardirovka qilishga qaramay shaharni noldan restavratsiya qilishgan ekan. To'g'risi, bu yerda yurib Amerikaga tushib qoldim deb o'yladim. Bu uzun binolar, bahaybat ko'priklar, xullas juda rivojlangan joy ekan. Shuning uchun Amsterdamga kelganingizda ham yonidagi Rotterdamga ham kelishni tavsiya qilaman. Bu davlatning nomi Niderlandiya va bu yerga kelish uchun sizga Schengen viza kerak bo'ladi. Agar viza olmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'zimga aloqaga chiqishingiz mumkin. Direktim har doim ochiq va albatta obuna tugmasini bosib qo'ying.